Demak, bugundan boshlab Start 17.0 dasturini video darslar davomida o'rganishni boshlaymiz. Men mazkur Start dasturini tibbiyot oliy ta'lim muassasalari hamda texnikumlarida o'rgatish dasturi asoschisi Shahnoza Qodirova va oldindan aytib o'tishim kerak, o'zbek tilida qandaydir aksentlarim bo'lsa, bu meni aybim emas, chunki men tojik o'zbek millati vakiliman. Xo'p, boshlaymiz. Start 17.0 dasturi interfeysi Excel faylni import qilish va meni loyiha bo'yicha loyihani tashkillashtirish, unga asos solishdagi asosiy hujjatim bu men mutaxassisligim, ya'ni oliy ma'lumotli farmatsevt va farmakolog ekanim. Xo'p, rejalarimiz qanday? Demak, birinchisi Start 17.0 o'zi qanday dastur ekani, keyin dasturning interfeysi va dastur uchun mo'ljallanadigan Excel faylni yaratish jarayonida qo'llaniladigan Google Form va Start 17 dasturiga mazkur Excel faylni import qilish. Men atilabdan yarmini yozmadim. Sizlar bilan birgalikda yozishni xohlagan edim. Endi davom etamiz. Start 17.0 qanday dastur? Bu dastur top 100 talik universitetlarda o'rgatilinadigan statistik ekonometrik tahlil usuli va buni tibbiyotda afzalligi barcha u Xitoy bo'ladimi, Amerika bo'ladimi yoki Hindiston, Egipet davlatlari bo'ladimi, ulardagi farmatsevtik va tibbiyotga oid tahlillar aynan Start dasturida olib boriladi va lekin yurtimizda qabul qilingan qonun va qonun osti hujjatlarimizga asosan tibbiyot sohasida biror bir yangilik qilish uchun avvalo mana shu sohani tugatgan va original diplomi bo'lishi shart. Shuning uchun bugundan boshlab aynan Start 17.0 dasturidagi har bir buyruqlarni tibbiyot nuqtai nazaridan tushuntirib o'tamiz. Agar falsifitsirovanniy bo'lgan diplom bilan bu dastur o'rgatilishi kuzatiladigan holat bo'lsa, o'sha falsifitsirovanniy diplom bilan birgalikda original diplom ham reshart qilinadi. O'shaning uchun faqatgina original diplomi bor bo'lgan shaxslar tibbiyotga oid yangiliklar qilishga haqli. Chunki tibbiyot sohasi ichki qonun qoidalari bilan emas, xalqaro miqyosdagi o'zgarishlar bilan faoliyatini olib boradi. Start 17.0 bu hozir aytganimdek statistik va ekonometrik tahlil dasturi. Men oldindan aytib o'taman, men 4 yillik axborot texnologiyalari bo'limi xodimi sifatida dastlab mazkur dasturni interfeysi bilan tanishib o'tamiz. Chap va pastki qismlarda buyruqlar turadi. Aynan pastki qismidan tegishli buyruq kiritiladi va uning chernavigi yoki сохранен variantini chap tarafdan topsak bo'ladi. O'ng tarafda esa biz import qilgan Excel faylimizdagi o'zgaruvchilarimiz joylashgan bo'ladi va biz ularning nomini va turini ko'ra olamiz. Ya'ni raqamlimi yoki matn ko'rinishidami aniqlab olsak bo'ladi. Aynan bu joy Pythonga o'xshab ketadi. Xo'p, o'rtada result, ya'ni natija qismi bo'ladi va biz bunda kiritgan buyruqlarimizdan chiqadigan natijalarni xoh tablitsa, xoh matn ko'rinishida bo'lsin, natijasini ko'ra olamiz. Xo'p, endi tepa
bo'limlar joylashgan. Bularda fayl orqali bizga eng kerakli joyi mavjud natijalarni сохранить qilishimiz save as va exe faylimizni import qila olishimiz, natijamizni print va export qila olishimiz mumkin bo'ladi. Editda biz natijalarimizni copy yoki nafaqat natija buyruqlarimizni ham kopira qilishimiz yoki hammasini birgalikda select holatga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Graphics qismimizda asosiy buyruqlarimiz boshlanadi. Bunda barcha dotchat, pchart va Instagram box plot. Aynan shu Instagram bilan box plot xalqaro miqyosdagi ilmiy ishlarda, aynan farmatsevtika va tibbiyotda eng ko'p qo'llaniladi va tahlil shunda olib boriladi. Va time series graphics va panel data line plotslardan tashkil topadi. Statistik bo'limida ham asosiy buyruqlarimiz joylashganligini ko'rib chiqsak bo'ladi. Xo'p, biz dastlab o'zi yana yangidan Google forma yasab turib, uni Excelga o'tkazib, keyin import qilishimiz kerak edi. No, hozircha birinchi darsda tayyor fayldan foydalanib amalga oshiramiz. Aynan tibbiyot uchun deb aytdim, o'shaning uchun men tibbiyotga oid natijani amalga oshiraman, import qilaman. Ko'rib turganingizdek, men bu joyda faylni import qildim. Qayoqdan bilaman? Meni result qismimda ikki qatorli gap bilan ko'rsatib berdi. Ya'ni faylim import bo'ldi va 10 ta o'zgaruvchi va 102 ta ovoz bergan respondentlar, bizning farmatsevtik tilda patsientlar borligini ko'rib chiqamiz. Lekin o'zgaruvchilarimiz qismida ABCD deb xuddi Excelda turgandagi holatda turibdi. Bu degan har bitta o'zgaruvchimizni boshqatdan enkod kodlari bilan kodlashimiz shartligini ko'rsatadi. Chunki har bitta dasturni o'zini dasturlash tili mavjud bo'ladi. Buni biz Python, JavaScript yoki HTML orqali ham o'rganganmiz va statada ham aynan o'zi tushunadigan tilga o'tkazish muhimligini ko'rib chiqamiz. Va shu o'rinda men ta'kidlab o'taman, mazkur dastur asosan USA, ya'ni Amerika tomonidan eng ko'p foydalaniladi va aynan meni ilmiy ishim ham Amerika oftalmologiya akademiyasining ishlari bo'lgani uchun bir-biriga parallel tushadi. Davom etamiz. Endi biz qanday qilib mazkur faylni stata tushunadigan tilga o'tkaza olamiz? Demak, encode deb qayta kodlash funksiyasini kiritamiz va eng o'zgaruvchini tanlaymiz. Faqatgina tanlaymiz, qo'lda yozmaymiz. Gen shu o'rinda bizga kerak bo'ladi, shaxsan men foydalanishim kerak bo'lgan jarayon bu meni Excel faylimni ko'rinishi. Xo'p. Chunki menda u tarafda o'zgaruvchilarim borligi sababli ana o'zgaruvchilarni aniq kiritishim kerak, chunki bu tibbiyot. Xo'p, men Excel faylimni ochib oldim. Birinchida menda yoshingiz turibdi. Boshqa sohada balki buni yozish ahamiyatsizdir, lekin bizning tibbiyotda hammasi konkretni yozish shart. Yoshingiz